betakror dilbar aktrisa Ozodaxonim Nursaidovani keyingi chiroyli chiqishlariga taklif etishdan xursandman. Qarshi olgaysiz. Markaziy Osiyo estradasida betakror bo'lgan diva, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Ozodaxonim Nursaidova. Bir daqiqa Davron aka. Boyatdan bir behalovat bo'lyapsiz, ukam. Nima gap? Keling, nima gap? Qo'yavering. Assalomu alaykum. Labbay ukam. Avvalambor uzr so'ramoqchiman, sizlarning qimmatli vaqtlaringizni olib qo'yganim uchun. Bitta xat bor edi, shuni o'qib bering. Mangami bu xat? Bo'ldi, o'qib. Adresingiz bormi? Qaytib sizga xat yozaman. Ma'qulmi? Bo'ladimi? Shunaqami? O'qib beraman, ukajonim, o'qib beraman. Rahmat. Chetroq turasiz faqat. Assalomu alaykum, Ozoda opa deb boshlandi xatlari. Ismim Anvar. Men bugungi konsertingizga 2 ta bilet oldim. Ulardan biri o'zim uchun, ikkinchisi qadrli insonim uchun. U mening onam, ashaddiy muxlisingiz. Har bir qo'shig'ingizni juda yaxshi ko'rib eshitadilar. Sizning so'zlaringizda o'z dardlarini, o'z yoshliklarini topadilar. Eng go'zal orzulardan biri Ozodaning konsertiga tushish deb tez-tez takrorlaydilar. Har gal konsertingiz afishasi e'lon qilinsa, menga Telegramdan uning rasmini jo'natadilar. Bir kuni axir Ozodani konsertiga borarman, o'z ko'zim bilan ko'rarman, o'z quloqlarim bilan qo'shiqlarini zaldan eshitarman deydilar. Ozoda opa, men shu yoshimgacha musofirchilikda yurdim, og'ir mehnat qildim. Endi shukr, vatandoshlarim orasidaman, vatanimga qaytdim. Uncha-muncha pul ham jamg'ardim. Nihoyat o'sha kun keldi, konsertingiz boshlangan, zal to'la odam, men ham shu zaldaman. Onajonim istaganidek sahnada siz kuylayapsiz. Hamma shu yerda. Faqat endi hamma shu yerda bo'lgan zalda onam yo'q. U kishi konsertingizdan bir necha kun avval bu olamni tark etdilar. Meni dunyoni tashlab ketdilar. Anvar ukajonim, ozgina xatingizdagi quvonchli voqealarga xayr-xoh o'qibman, ma'zur tutasiz. Avvalo Alloh sabr bersin. Chunki bilasizmi, men hozir tilga olgan ayrim ijodkorlar meni, sizni, hatto Ozodaxonimni ham xuddi shu bir armon bog'lab turadi. Onasizlik nimaligini juda ham yaxshi payqagan inson sifatida xatni davom ettiramiz. Ozoda opa, bugun konsertga men yig'lagani keldim. Qo'limdagi 2-chi bilet esa onam uchun. Ularning o'rinlari bo'sh turibdi. Ana ko'ring. Konsertingizga qalban onam bilan birga kirdim. Onam jisman shu yerda bo'lmasa ham, ruhan shu yerda. Opajon, sizdan iltimos, onasi yo'qlar uchun ham qo'shiq kuylang. Mening onam uchun qo'shiq kuylang. Anvar, ma'zur tutasiz. Bu dard ko'p jihatdan aytdim-ku, bizniki bilan ham hamohangman. Xatingizni oxirigacha o'qiy olmayman. Albatta Ozodaxonimga yetkazaman, lekin bu yerda siz so'ragan iltimosingiz ozgina repertuar, konsertografiya degan qoidalarni sal chetlab o'tishni so'raydi. Lekin 10 kunlik konsertda muayyan bir dastur bo'ladi. Uni chetlab o'ta olmaymiz. Ayniqsa gap estradamizning divasi haqida ketganda men nazarimda bu narsani mayli, xatni yetkazaman. Lekin hozir bir narsa deyishim biroz amirmahon. Jamshid, ming bor uzr so'rayman. Uzr. Ozodaxonim Nursaidova, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist. Ozoda opa, gap shundaki, boya sizni tayyor bo'lganingizni aytishgandi. Eshitdim. Xabaringiz bormi? Dardingizga hamdardman. Men gaplaringizni eshitdim. Ming bor uzr so'rayman. Bu yil ona haqida ashula qilmagan edim, chunki har yili ona to'g'risida aytaman. Men dardingizga sherikman, chunki mana 2 yildirki mani onam yo'qlar. Mana shu konsertda har doim mana shu birinchi qatorda o'tirardilar. Mana 2 yildirki meni ham onam, otam yo'qlar. Shuning uchun darddan ezilib bu yil sal mana shu mavzuni aytmay qo'ya qolay degan edim. O'shaning uchun bu yil ona haqida qo'shiq qilmaganman. Shoirimiz Rislovoy Xatamova bir she'r bergandilar. Shu she'rni Telegramdan amallab topib qog'ozga chiqarib qo'ygan edim. Sizning mavzuyingizga, sizning dardingizga shu ozgina malham bo'lsa, men ozgina aytib beraman. Orkestr bilan ham buni shug'ullanmaganmiz. Mana shu klavishniklarimiz agar yordam berib tursa, ozgina siz uchun aytib beraman. Agar improvizatsiya qilamiz. Rahmat sizga keng fe'llik uchun. Qalblarga tasalli bo'lsa ajab emas, marhamat.
La minor. Onasi o'lganlar qanchamiz, otasi o'lganlar qanchamiz, yig'lab yig'lab jigar bandini tuproqqa qo'yganlar qanchamiz, yig'lab yig'lab jigar bandini tuproqqa qo'yganlar qanchamiz. Uzun uzun arg'amchi yerda yotar naylay, jonim onam jonim otam go'rda yotar naylay, jonim onam jonim otam go'rda yotar naylay. Kecha bir odam bugün yok, kechagi olovlar bugün çok. Kecha bor odam bugün yok, kechagi olovlar bugün çok. Hech qachon siz g'olib bo'lmaysiz, ey bundan da dahshatli o'yin yo'q. Hech qachon siz g'olib bo'lmaysiz, bundan da dahshatli o'yin yo'q. Uzun uzun arg'amchi yerda yotar naylay, jonim onam jonim otam go'rda yotar naylay, jonim onam jonim otam go'rda yotar naylay. Ajalga ikbul kimliging o'tmaydi unga hech zo'rliging. Ajalga ikbul kimliging o'tmaydi unga hech zo'rliging. Bir kunda unutar bu dunyo, ey sezilmas borliging yo'qliging. Bir kunda unutar bu dünya, sezilmez borliging yo'qliging. G'aflatda qolamiz bir kuni, suhbatda qolamiz bir kuni. G'aflatda qolamiz bir kuni, suhbatda qolamiz bir kuni. Ko'rganki ko'zlarni yoshlatib, ey suratda qolamiz bir kuni. Ko'rganki ko'zlarni yig'latib, ey suratda qolamiz bir kuni. Uzun uzun arg'amchi yerda yotar naylay.